depressiyaga tushirgan voqea bo'lgan. Boshim ko'p og'rigan, miya saratoniga chalindim degan fikr miyaga o'rnashib qolgan. Ko'chada kulib o'tgan odamlarni ko'rsam, bular soppa-sog'da kasal emasda degan fikr kelardi-da. Endi bu holatdan chiqib ketish uchun ancha harakat qilganman. Hozir yo'q, Xudoga shukr, mana endi u voqeaga ham 12 yil bo'ldi. Go'yoki o'zim kasal edim o'shanda. Mabodo o'lib qoladigan bo'lsam, ota-onamga qiyin bo'ladi degan fikr bilan Mesaru Emoto degan odamning Suv quvvat degan kitobi bor-da. Biz musulmonmiz. O'qitgani borganda suv qo'yishadi, boshqa narsa qo'yishadi. Eng kuchli modda suv. Duolar yo tilaklar aytib turib ichilsa, ijobat bo'lishi ham yuqori bo'ladi. Chunki o'zida informatsiyani juda ham yaxshi saqlaydigan modda. Sir bo'lmasa sohangiz nima? Yuristman. Oxirgi o'qigan kitobingiz? James Clear'da Atom odatlar kitobini o'qiyapman. Hali tugatganim yo'q. Yoshlarda o'rnida bo'lsam, maktab davriga qaytgan bo'lganimda birinchi bo'lib shu ayli solgan bo'lardi. Eng yaxshi davr o'qish uchun qaysi yosh? Endi uylangungacha bo'lgan davr yaxshi davrda. Uylangandan keyin bitta bosh ikkita bo'lardi. Tashvish ozgina ko'payadi-da. Yoshim 33 da, ismim Ozodbek. Bizga rahmat. Qiziq suhbat bo'ldi.